Kattalar zax joyga o'tirma, xotining faqat qiz tug'adi deb ko'p aytishadi. Shu rostmi? Men sizlarga shu narsani eng oddiy, sodda qilib tushuntirib beraman. Yaxshilab e'tibor beringlar. Yana shunga o'xshagan gaplar ko'p. Masalan, qazi qartalarni ko'p yegan, go'shtlarni ko'p yegan deyshadi yoki issiq ukol olgan, o'g'il ko'rasan, o'g'illi bo'lasan deyshadi. Eng ochiqini aytganda, eng haqiqatni gapirganda, o'g'il yoki qiz ko'rish umuman bu narsalarga bog'liq emas. Yuqorida aytib o'tilgan hammasi mif. Hammasi ertak. Erkak kishida spermatozoid o'zida X xromosoma ushlagan yoki Y xromosoma ushlagan spermatozoid borib urug'lantirishi mumkin. Agarda o'zi bilan X xromosoma ushlagan spermatozoid borib urug'lantirsa tuxum hujayrani homila qiz bo'ladi. Agarda o'zida Y xromosoma ushlagan spermatozoid borib tuxum hujayrani urug'lantirsa homila o'g'il bo'ladi. Tushunarlimi? Va yana shunaqa yolg'onlar borki, bir hafta 10 kun kelib yotasiz, men sizga lecheniya qilaman, kapelnitsiyada ukollar hammasini qilamiz, o'g'ilga lecheniya qilamiz deyshadi-ku, unaqasi ham yolg'on. Shunchaki sizni pulingizni olishadi. 10 kun borib klinikaga yesiga yotasiz, har kuniga pul to'laysiz, dori-darmoniga pul to'laysiz, lekin aslida hech qanaqa o'g'il yoki qiz bo'lish unga bog'liq emas.